Assalomu alaykum, aziz muhtaram qarindoshlar. Bugun Allohning izni bilan navbatdan tashqari video orqali sizlarga muloqot bo'lib o'tiribdiman. Navbatdan tashqari bunday bir videoda sizlar bilan o'rtaq tushunishga tirishadigan bir masala maydonga keldi bugun. U bo'lsa Xitoylar tarafidan taqiqlangan bir video. Qandaqdir Suriyada tarbiyalangan Uyg'ur terroristlarning Sharq Turkiston chegarasidan kirish uchun Afg'oniston va Tojikiston chegara bo'ylariga to'planayotganligi haqidagi video. Bu videoga qarindoshlarimizning hali ko'pchiligi ishonganligi ma'lum. Bu tufaylidan mening bir munozara yoki suhbat bayon qilishimni talab qiladigan xatlar yozildi va mening bunga qanday qaraydiganligimni so'raydiganlar bo'ldi. Ba'zilarga men qisqacha javob bergan bo'lsammi, ammo bu ishning ko'lamidan qaragan vaqtida men uni shaxslarga qisqa javob berish bilan bo'ldi qilsam bo'lmaydigandek bir vaziyatni bayqadim. Onun uchun bu temani hammaylar o'rtaqlashib, o'rtaq muzokaralashib, o'rtaq so'roqlab va o'rtaq mantiqli fikr yurgizish orqali buningga ishonish kerakmi, ishonmaslik kerakmi? Agar ishonsak, bu bizning foydamizga bo'layotgan bir ishmi, ziynimizgami? Bu haqiqatandimi Sharq Turkistonlik mujohidlarning öz arzusi, öz istiki, öz planı bilen ketayotgan ishmi yoki Xitoy istixborot operatsiyalarının bir mazmunini, bir planni ishga oshirish uchun harakatga keltirilgan Xitoy kontrolligidagi bir kuchmi? Yoki u faqat bir videodan iborat bir ko'rintilan bo'lib, amaliyoti yo'q bir quruq tashviqotmi? Buni tushunishga tirishimiz. Qarindoshlar, biz anglagan narsaga ishonishga odatlanib qoldik uzundan beri. Nima uchun, nima ishqa bunday savollarni qo'yib boqmaymiz. Her zaman ishonishga aldiraymiz, ishonishga aralla turamiz. Bu qatim bu xabarga ishonguchilarmi hali ko'pdek qiladi. Ve ularning bu ishonishining sababini men o'tmishdagi bu psixologiyaga oid so'zlarimda dedim. İnsanning ko'nglida bir moyillik qilib bo'ladi. İnsan o'zi kutgan, o'zi arzulagan xabarni anglashga mayil bo'lish bilan birga uningga darhol ishonishga mayil bo'ladi diye. Vatanimizda shunday bir urushning chiqishini, bizning qurolliq bir kuchlarimizning bo'lishini va u yerda Xitoyga qarshi bir urush boshlanishini hammaylar arzu qilamiz. Arzumuz bu yo'nalishda bo'lganligi uchun, buni arzu qilganligimiz uchun bizning ko'nglimizning moyillik qilibi bu shakllandi. Uning uchun biz bu xabarga darhol ishonishga tayyor turibmiz. Ammo ishonishdan burun ba'zi savollarni so'rashga to'g'ri keladi. Biz oldi bilan shundan boshlaylik. Suriyada harbiy ta'lim tarbiya ko'rgandan keyin Sharq Turkistonga bormoqchi bo'lgan mujohidlar bo'lsin yoki Suriyada jihad qilib ashhadu shahid bo'lishni maqsad qilib chiqqanlar bo'lsin, umuman Suriyadagilar va Suriyaga borolmay armonda qilib Turkiyada qolib qolganlar yoki Turkiyada burun chiqqanlarning tajriba saboqlariga ko'ra va tushunganlari bo'yicha nasihat qilib ep qilinganlar. Umuman bularning hammasi Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari orqali
kaçıp çıkan Şarkı Türkistanlıklar. Aldı bilen bu kaçıp çıkışka işinimiz mi, işenmeyimiz mi? Bunu ayrı başlamak lazım. Eğer bu kaçıp çıkış normal dep qarasak, bunun akısından keldiğen işlarning hemmisi yoki hemmisi olmasimi bir qismi normal bo'lgan bo'ladi va uningga ishonishga bo'ladi. Uning ishonsak bo'ladi. Agar bu qochib chiqish Xitoylar tarafidan o'rinlashtirilgan qochib chiqish bo'lsa, Xitoylar organiza qilgan bo'lsa, buni tashkillagan bo'lsa, Xitoylar yetaklagan bo'lsa buni astiribdan va Xitoylar ko'z yumib chegirdan o'tib ketishga yeshil chiroq yoqqan bo'lsa, bu o'yindan iborat bo'ladi. Va bugun Suriyada, Turkiyada yoki dunyoning nerede bir ish yuz bersin, bu odamlar orqali qilingan har qanday bir faoliyat bu o'yinning davomi degan gap. Ya'ni Xitoy o kadar ko'p odamni tizginsiz o'zining kontrolligidan qochirgan holda chiqarib etmaydi. U kontrollikning ichida bo'lganligi uchun xotirjam chiqarib etib boradi. Agar bu kontrollikning ichida ekanligiga ishonsak, u holda buning davomida hamma harakatlar shu o'yinning davomi bo'ladi. Shu o'yinning oldin ola planlangan sahnalari bo'ladi. Ko'rinishlari bo'ladi. U holda bu qochib chiqishni tushunish uchun men ilgari ba'zi misollarni berdim. Buning bir o'yin ekanligi haqida. Yana takrorlayman bu yerda munosabatli bo'lganligi uchun mening jutliklarimdan birisi bu o'yinning qatnashchilari. Bu normal bir balama emas. Agar normal bo'lgan bo'lsa, yana mayli. U tutqun qag'iliq voqeasiga chetilib, tutqun qilinmoqchi bo'lgan, uning o'ylisiga saqchi kelgan, o'y aqtirilayotgan va bu tomning tubida tug'izib qo'yilgan bu bola. Ash fursatda ko'zini g'alat qilib, tomdan atilib qochib ketgan paytda yutib ketgan bu bola. Xitoylar buni topolmayotgan, tutish buyruq chiqarilgan, izdilayotgan bir bola cho'mgakdekla Malayziyada paydo bo'ldi. U qanday kelib qoldi u yerga? Xitoylar u qadarmi bo'shmidi? U qadarmi hamoqatmidi? Buni o'ylamoq lazım. Balaning o'zining so'zlab berishicha, uni va uning o'xshash bir to'plarni avtobus bilan bir odam boshqalab Urumchiga ketdi. Bularni tashkillagan bir Uyg'ur odam Urumchiga kelib, Urumchida bir yerga o'rinlashtiribdi. Yana boshqa keldiganlar to'plangicha. Va bir necha kundan keyin bu odam paydo bo'lib, bu bolaga 200 ming yuan pul yuribdi. Jutdiki do'stlaring yig'ib berdi bu pulni. Ularning sendan umidi ash jihad maydoniga borganda biz uchunmi bir pay o'q etib qo'ysin, bizning nomimizga atab degan umidi bor ekan. Shu umidlari uchun bu pulni sana yig'ib berdi. Mana sen bu pulni xarajat qilsan manzilga yetkicha deb u pulni beribdi. O'ylab bakalım. Onun do'stlari yig'ib turibdimish. Ya biz onun do'stlarining ahvolini taxminan bilamiz. Birinchidan qo'rqanchoqlikdan, ikkinchidan uning do'stlari qadar u odamlarda 200 ming so'm pul yig'ib bergidek hol ahvolning yo'qligidan. Bunday bir ehtimollik nol. Xitoy desmi so'rayotdi bunga. O'zi. To'g'ridan to'g'ri meni hukumat sana yordam beryotdi, qochib chiqdi shuning uchun deyilmaydi-da. Shunga do'stlarim yig'ib berdi.
Sadılık şu ki kaysı dostlarım o? Ve isimlerini bir bilip olay şunun ki kim bir fırsat gelgende rahmet eşkallamını olsun bildireme. İsmini bir de bak değişmeklik gelmey kabul kılıdı. Bala ayrı bilen çigiri boyu elip gelindi. Şarkı Janubi Asiya geçilgan çigiriga. Ayrı bilen. İzdılıvatkan bir insan. Maqo o jüpten ürüm çıkıcı aptuzdugo. Elik 80 ýerlik tusakdan kanda ötkenligini go maqo köz jumup işinip turaylı elik elip gitewatqa adam tusaklady üzü jogap berip lo sakçylyny çıkışkymy ýa-ki ýolujçylyny düşürüşkimi imkan bermeýle o bir nimisini köz tutla o sakçylyny tusaklardan derhal ütep ürümçige beripdi. Endi ürümçide bulunyň topy toplangandan keyin aýroplan bilen ýolga selinipdi. Bu aýroplan degen gep bugün emas. Taryhdan beri Hytaýdalam emas, dünýäniň hemme ýerinde intaýyn kattyk kimlik kontroly bilen, ahturuşlar bilen, tekşürüşler bilen ötedigan bir iş. Aýroplanga çykyş üçin. Sakçy izlep ýürgen bir insan kanday çykdy bu aýroplanga? Endi biz muşunda hikaýelerimi işinip atamyz. Bu kadarmy sadawam aýly gyndaşlar. Endi o çigirdiki o keçişini desek önemde ulug uşak, ayallar, hamildar ayallar, qeri bowaýlar, kuçakdyky ballar, ýetilekdiki ballar bunda bir kafily kanda kaçady? Başka bir döwletge, özü bilmegen til muhitiga. Bu ýerde bulyny teşkilläýatgan bizning ýerlikde bohoça dep goýdygan türdeki adamlar var. Minda işlerini, mesela halkının pasportunu kıttırdıganlarını bohoça diýip alamyz. Aşında bir ýerligi adamny ýolga saladyganlaryny bohoça diýip alamyz mı? Bu bohoçylaryň ýetekleşi bilen ajaýyp ýetip berip atady bular. Kimler bu bohoçylar? Ne kadar koludan iş geledi bulyny? Hytaýnyň güýjüne galat kılıp 10 miňlygan adamny 5-6 ýyl üzlüksiz çet elge kaçış bilen 10 miňlygan adam kaçdy diýili. O zaman bu döwletniň döwlet müdafiasyny nime dep düşünýärmiz? Bu döwlet umumen aňmakdy, uklaýdygan döwlet. Onunda döwlet müdafiasy dep bir näse ýok diýişge mejbur boldunuz. Döwlet müdafiasymy ýok, istihbaratmy ýok bolady. Çünki men köp getem dedim garandaşlar, sakçylarynyň wezipesi bilen istihbaratçylarynyň wezipesi tamamen okşamaydy. Sakçy meýdanga çykkan jinaýetni, paş bolgan jinaýetni tekşirdi we onuň faillerini tep çykdy. Bunyň wezipesi o. Emma istihbaratnyň wezipesi meýdanga çykmagan jinaýetni, planlanyp atgan jinaýetni, hatda hyýal kılanyp atgan jinaýetni oldun ala sezip onuň aldyny aldy. Onuň wezipesi o. Emma bu Hytaýda fakat istihbarat ýok mujunda bolganda bu kadar iş başlanyp hatda 5-6 ýyl dawam kılıp mahalla tusak şu jutlardan bu adamlar çıkıp çigirinin buyruğu berip ve o çigirinin ütep ketkiş tuymasa bir döwlet. Muşununga işensek biz kanda insan biz? Muşununga işensek kanda insan biz? Hoş. O halda işendik. İşensek bunun davamıdaki oyunun hemmesiga rast dep işensek bolady. Endi bu kadar reji gözetdim bir neçe ketimlik sözlerimde bunun
neticesinde eğer işenmesek bunu, bu uyan bu. Başlanışılı uyanmış, kaçıp çıkışının özü uyan da kat'i uyan ekenligiga işenç kıysak, o zaman da bunun davamı da meydana keladiganning hemmesi uyan. Hiç olmaganda mutlak köpçülükü uyum boludu. Xitay kontrollukning sirtida bu kadar adamni qo'yib turadigan turdagi Xitoy emas u. Xitoy o kadar ko'zi kichik bir dushman bu. Dunyoda hech bir dushmanning bu kadar ko'zi kichik bo'lmaydi. U bak kichik ishlarga yo'l qo'ymaydi Xitoy. Undaqki 10 mingdan ortiq odamni tizginsiz, kontrolsiz ajna qochirib etib qarab o'tiramdi Xitoy. Demak, mutlaq turdi kontrollukda o odamlar. Onun üstüdeki başqurg'uchilar Xitoyning odamlari. Buyruq qila oladigan, uning harakatiga qo'mondonlik qila oladigan salohiyatdagi odamlar Xitoyning odamlari. Uning uchun Xitoy xotirjam holda bularni yo'lga sola olyapti. Xitoylar tarafidan setib olingan bu inson o'g'rilari yoki xalqaro qora guruhlar Xitoylar uchun ishni bejagan bo'lishi mumkin. Va Turkiyaning ma'lum roziligi va yordam qilgan rolining borligini burun deb o'tdi. Xo'sh. Endi bu yerdagilar Suriyadagilar bir qancha to'pqa bo'linibdi. Bu to'pning ba'zilari biz bu yerda faqat harbiy ta'lim tarbiya ko'rsak bo'ldi. Bu yerda vazifamiz yo'q. Biz bu yo'nalishni o'rganib olgandan keyin Sharq Turkistonga qaytamiz va u yerda Xitoy bilan so'qishimiz deydiganlar. Yana ba'zilari ya bu jihad maydoni bu yer. Biz jihodni mushohada qilib, mushohada shehid bo'lsakmi, o'xshash. Hech kim bizdan nima Sharq Turkistonni ozod qilmadi, deb so'ramaydi. Deydigan to'p. Mayli u to'p bo'lsin, mayli bu to'p bo'lsin. Qat'iy nazar, agar Sharq Turkistonga qaytmoqchi bo'lsangiz, qanday qaytasiz? Har bir qarindosh o'zini shu o'ringa qo'yib, qurol tutgan bir mujohid o'rnib qo'yib, Sharq Turkistonga qaytishni xayol qilib baxsin. Va duch keladigan to'salg'ular, qiyinchiliklarni bir-birlab sıralab buningdan o'talamdim, o'taman. Buningdancho qanday bo'lar bu o'ta. Shu bir-birlab chek qilib baxsin. O'talaydiganni, o'tanmaydiganni. Suriye qayerda qarindoshlar? Sizlar hayotingizda xarita qaramsizlar, qaramamsizlar dunyo xaritasiga. Agar siz ziyoli bo'lsangiz, dunyo xaritasini yodib bilishingiz kerak. Qaysi davlat, qaysi do'qmishda. Bu aqlli bir ish bir ziyoli uchun. Agar siz ziyoli emas bo'lsangizmi, agar bir savodliq, umuman bunday ishlarga ko'ngil bo'ladigan, ancha-muncha qiziqadigan bo'lsangiz, dunyo xaritasini yodib bilmagan taqdirdami? Ma'lum o'zingiz qiziqqan xabarga aloqador bo'lgan davlatni xaritadan tepib, u davlatning o'rniga qarang. U davlatning qo'shnilariga qarang. Dengizga sohilmi u davlat? Ichki quruqlik davlatimi? Uningda qanday tog'lar va qanday daryolar bor? Uning yer tuzilishi qanday? Klimati qanday? Iqlimi qanday? Bular haqida az to'la ta'sirot e'lon. Xarita bakjiq narsani tushuntirib turdi. Jonsiz bilan tug'andek qilgan bilan nihoyat jiq narsani tushuntira oladi u. Uningdan keyin shu davlat haqida chiqqan xabarlarni tushunishingizga nihoyat keng bir ishga ochiladi xaritadan.
Xuddi shuningga o'xshash bugun Xitoylar tarqatgan xabarda bu Suriyadagi mujohidlarning bir qismi Afg'oniston va Tojikistonning Sharq Turkistonga chegaralanadigan chegara bo'ylariga to'planayotganmish. Va menga xat yozgan qarindoshlarimning birisi meningmi Suriyada do'stlarim bor edi. Shu do'stlarimmi bu xabarni tasdiqladi. Haqiqatanmi bir qism Sharq Turkiston mujohidlari ketibdimish. Bu bir xabarning ikkinchi manbadan isboti. Ama bu isbotmi bu? Bu ketib yolladimi billa va uning yetib borganligiga guvoh bo'la olamdi? Ya, ketdi deganni angladi u ishadi. Biz qanday anglagan bo'lsak, ummanldi. Ketayotgan ya mashinaga chiqayotgan ya aeroplanga chiqayotganligini ko'rgani yo'q. Ondan ekan bu xabarni isbot qiladigan ikkinchi manba bo'lolmaydi. Xo'sh, ketdi bular. Suriyadan Sharq Turkistonning chegarasiga ketdi, g'arbiy chegarasiga. Qanday ketdi degan savolni qo'yib, buni o'ylab boqaylik. Ketishning bir qancha yo'li bor. Quruqlikdan ketish mumkin mashina bilan. Avtomobil bilan ketish mumkin. Piyoda ketish mumkin. Bir yil mansa piyoda Pamir egizligiga yetib boradi. Aeroplan bilan ketish mumkin. Tikuchar bilan ketish mumkin. Bu qanday ketdi? Endi biz buning shartlariga, sharoitiga buni selishtiraylik. Bunda kimlik bormi? Chet ellarda o'tadigan kimligi bormi? Yoki kimlik hujjatlari, boshqa hujjatlar, boshqa turli kimlik salohiyat hujjatlari. Deylikki pasport bormi? Natayin. Chunki u qochib chiqqan. Qaysi davlatdan pasport bo'lishi mumkin uningda? Balkim ba'zi bir saxta pasport Suriyada yasalgan. Suriya pasportidir balki. Yoki Pokiston pasportidir. Ba'zi davlatlarda yasab sotadigan ishim bor. Endi mushundaq bir pasport bilan aeroplanga chiqish mumkinmi? Ya'ni Suriyadan Dushanbega qatnaydigan yoki Kabulga qatnaydigan aeroplan bormi mushkun ayilda? Buni aniqlashimizga to'g'ri keldi. Aeroplan bilan ketdi deyilsa. Va shundaqla bular qurolliq odamlar. Qurollarini tashlab o'tib, saltan ketmadi qachon bular. Agar u videodagi ko'rinishlardagi dal shular o'zi bo'lgan bo'lsa, uning qo'lida qurollar bor. Uni faqat misol sifatida ilgariki va burunqi iqib yurgan videodagi odamlarni ko'rinish qilib elingan. O ko'rinishlar faqat ko'rinish verish uchun elingan bo'lib, u Uyg'ur bo'lsin, emas bo'lsin. Faqat xabar to'g'ri deyilgan taqdirdami? Bu odamlar qurolsiz uyaga borsa nima ish qiladi? Sharq Turkistonga. Demak, o qurollarini tashlamay bordi deyilsa, bu odamni qurollari bilan aeroplanga olamdi. Bu yana bir savol. Yo'q, ular maxsus tikuchar bilan olib qo'yildi deyilsa, u qaysi davlatlarning havo boshlig'idan o'tishga to'g'ri keladi? Va bu davlatlar o'zlarining havo boshlig'idan o'tayotgan oldin xabari berilmagan va ruxsat elinmagan ahvol ostida havo boshlig'idan o'tayotgan bu tikucharga ruxsat beramdi yoki etib tushiribdamdi. Buni o'ylash lozim.
Endi bu sözümüzni eng yaxshisi biz xarita ustida davom qilib boqaylik. Suriye bu yerda qarindoshlar, bu Suriye. Bu Suriye bizden qancha kilometr uzoqda? Buni bir nazarga alaylik. Suriye'nin chegarasi bu. Mana bu Suriye. Endi bu Sharq Turkiston. Qashqar degan xatning bir burchagi ko'rinib turibdi yerda. Suriye'dan Tojikistondagi bu belgilanmagan chegara ilgirki Vaxan qirg'izlari degan qirg'izlarga oid bir tarafsiz rayon bo'lgan bu yerda. Onun uchun bu chegara texi belgilanmagan chegara. Bu yetib bordi deyilgan mujohidlar bu yerga yetib borgan bo'ladi. Pamir egizligi bu. Dunyoning eng egiz tog'lari bo'lgan Himalayaning shimolidagi quyrug'i. Afg'onistonga yetib bordi deyilsa, mana bu tar G'azning bo'yniga o'xshagan yer Vaxan koridori. Vaxan koridoridan mana bu yeshil yerga yetib borgan bo'ladi va bu yer to'plangan yoki bu yer to'plangan bo'ladi. Endi Iroqdan, Suriyadan bu yerga berish uchun mutlaq turda Iroqdan o'tishga to'g'ri keladi. Iroqning Kerkuk, Musul, Sulaymoniya qatorliq joylaridan o'tib Ironga kirishga to'g'ri keldi. Ikki davlatdan o'tyapmiz. Ironni to'g'risiga kesib o'tib, g'arbdan sharqqa Afg'onistonga kirish kerak. Afg'onistondan keyin andin Tojikistonga o'tishim mumkin va yoki Afg'onistonning sharq shimol tarafiga surilib, Vaxan koridoridan bu yeshil nuqtaga kelish mumkin. O holda bu mujohidlar qanday keladi bu yerga? Bu ikki davlat shundaqla Afg'oniston hukumat yanıla. To'g'ri, biz bu Iroqni hukumatsiz hozircha qalaymaqan bir davlat deb hisoblaylik. Ve bu yerdan pasport ko'rsatishga, salohiyat hujjatlarini ko'rsatishga to'g'ri kelmasdilar. Bu qalaymaqanchilikdan o'tib Ironga kirgan bo'lsin. Iron urush bo'layotgan qalaymaqan bir davlat emas. Ondan ekan u yerda normal hukumat funksiyalari ishlayotgan bir davlat. Bu davlat bu mujohidlarning g'arbdan sharqqa kesib o'tib Afg'onistonga kirishiga qanday ruxsat qildi? Afg'onistonni qalaymaqan hukumatsiz deyli, bu yerdami bu tekshirishga uchirmisin. Tojikistonchi. Tojikiston asosiyatdan Xitoyningki kontrolligi ostiga tushib bo'lgan bir davlat. Tojikistondan ba'zi bir ziminlarni bu yerda ko'rilgan bu ko'k kichik nuqta bir ko'l bu. Aslidagi davlat chegarasi ash ko'lning o'rtasida bir kichik orol bo'lib, ash orolda davlat chegarasininki taxtisi aşı orol deydi. Yani ko'lning bir qismi biz tarafda, bir qismi Tojikistonda. Sovet ittifoqining kuchli zamonlarida bir qatim bu oroldagi chegara belgisini sovetliklar portlatib o'tib, ko'lning bu tarafiga o'tib olgan. Aşı Sovet ittifoqi davrida Qirg'iziston va Tojikistondagi ba'zi yayloqlar Sovet ittifoqi tarafidan egallab olingan.
uşuqluq bilen. Mana şularning hammasi bu devletler müstakil bolgandan keyin Xitaylar tarafidan tekrar elivilindi yana. Bularning ajizligidan foydalanıp, şu tarixda Sovet mındaq elavagan qaytırsan deb qaytırıp aldı. Tajikistandan xeli köp zimin aldı Xitaylar. Tajikistan Xitaylarning oldida çaresiz, intayin aciz, intayin bichara bo'ldiki bir davlat. Andaq ekan bu mujohidlarning Tajikistan tuproqlarida mavjud bo'la olishi mumkin emas. Bu mümkünçülük Xitaylar Tajikistonliklarga meyli qo'yaver deb ruxsat bergan shart ostida mavjud bo'lib tura oladi. Unda bo'lganda, demak, bu qurolli kuchlar Xitoyning o'zining odamlari, o'zining kontrolligidagi odamlar degan xulosa chiqadi. Ilgari Pokistonning Peshawar rayonida Uyg'ur mujohidlari Sharq Turkiston Islom partiyasining bir kampi baliq haqida hikoyalar bo'lgan, hozirmi bor deyiladi. Uning bir qismi gerçi Suriyaga jihad qilg'ini ketgan bo'lsa-mu, bu yerdagi o'rni bor. Ana bumi shunday bir kulkilik bir ish. Chunki Pokistonni bilisizlar, Xitoyning eng yaqin do'sti, hatto kichik xotini desam bo'ladigan darajadagi sadoqatman bir Pokiston bu. Xitoyning dushmanlarini u Pokiston o'zining tuprog'ida qanday to'g'izidi? Siyosatda bunda mumkinchilik bormi? Yo'q. Bu faqat Xitoyning ruxsati bilan bo'ladi. Xitoy buningga ruxsat berdi deganlik, bu Xitoylarning o'zining odamlari yoki Xitoyning odamlar tarafidan kontrol qiladigan guruhlar. Uning ichida mening tanishlarimning bo'lishi yoki siz biladigan intayin sadoqatman mujohidlarning bo'lishi masalani mohiyatini o'zgartmaydi. O kadar sadoqatman mujohidlar faqat amirning buyrug'ini o'rindaydi. Amir Xitoyning odami bo'lsa yetarlik. Uning har bir nafarining Xitoyning odami bo'lishi shart emas. Anda bo'lsa Afg'onistondagi mavjudligimi Afg'on hukumati bilan Xitoylarning yaqinligi bor. Xitoylar Afg'on hukumati uchun nurg'un ishlarni qilib beryotidi. Qilib berdi tarixda va uning uchun Xitoylarning ruxsati bilan yo'l qo'yilgan bo'ladi bu yerdagi mavjudlikqa. Lekin biz yanada bu yerdan bu yerga kelishning mantiqsizligini ko'proq o'ylasak bo'ladi. Aeroplan bilan Suriyadan aeroplan bormi? Kabulga yoki Dushanbega qatnaydigan aeroplan bormi? Yoki Islomobodga qatnaydigan, Karachiga qatnaydigan aeroplan bormi? Bor bo'lsa, bu Irandan o'tib Dushanbega tushdi deyli. Dushanbega tushsa, bu qurolliq odamlar qanday aeroplanga chiqdi u bir masala. Bu yerga tushgandan keyin bu Tojikiston hukumati qanday muomala qiladi bu qurolliq odamlarga? Hammani tutqun qilishi mumkin. Agar Xitoy mening odamlarim shuqda qo'yib qo'yolini desa qo'yib berishi mumkin, endi bu yerga kelalaydi. Agar bu aeroplan Kabulga uchgan bo'lsa, Kabuldami hukumat bor. Gerçi qalaymiqanchilik bor, ammo Talibanlar yoshirin holatda jamiyatning kontrolligini qo'lda tutib turayotgan ahvolda emas. Jamiyatning kontrolligini
köp dövlet kısımları bilen Afganistan hökümeti tutup durup Undaq eken Kabulga bir top adam aeroplan bilen kelse kurallık kimlikini atunuş. Bunu aeroportdan kanday çıkadı. Ve bunun bu vahan koridorga verip bu çigirimizning boylarıgacha berip uyada toplanışıga kanday yol koydu. Bu savollarga javob topishimiz lazım bo'ladi. Agar bu aeroplan Pakistan uçkan bolsa, Karachiga, Lahorga, Islamabadga yoki Rawalpindiga nega bolsa, Pakistan ziminiga tushgandan keyin Pakistan hökuməti Xitoyning düşməni bo'lgan bu qurolliq kuchlarga qanday muomala qiladi? Albatta tutqun qilib Xitoyga o'tkazib turish kerak bo'ladi. Faqat Xitoyning odamlari bo'lgan ahvol ostida Pokiston hukumatimi bularning Afg'oniston chegarasiga o'tib va u yerdan vahan koridorga kelishiga ruxsat qiladi. Endi qarindoshlar, bu odamlar piyoda keldi yoki mashina bilan quruqliqdan keldi desakmi, bir davlat ikki davlatdan o'tib Afg'onistonga kelalaydi. Üç davlatdan o'tib Tojikistonga kelalaydi. Bu mümkünçilikler qanchalik? Bu qanchalik aqlinglarga o'ltirib şu anda. Kaspий dengizi Paris qo'ltig'i. Bu en qisqa yo'l bu. Eğer bu taraf bilan mangsa, Kaspий dengizidan o'tib Turkmanistonga kirish kerak. Texmi uzarab ketadi. Eğer bu yoqdan mangsa, Pakistan tarafga yana uzarab ketadi. Bu qanday keldi bu yerga? Endi bu rayonning yer shakli xaritasini ko'rib baqinglar. Dunyoning eng egiz tog'lari. Qashqadaryoda. Vahan koridori mana bu Pamir egizligidagi bir tog'ning jilg'isi. Bu jilg'a biz tarafdan Muztag, Bulunko'l deydigan yerlardan o'tib Toshqo'rg'onga boradigan tosh yo'lning ma'lum bo'lakida bir egizdovonning bag'riga chiqadigan bir yo'l bu. Endi bu odamlarning bu egizliklarda yashashini o'ylab baqinglar. Nimaga tayinib yashaydi? Ular yeymaydigan, ichmaydigan mashina odammi yoki jonliq maxluqlimi? Agar uni 50 odam desak, ular oliy yemekliklarni hozir biz qo'yib turaylik. Faqatli quruqni yeydi, sovuq suv bilan desak, 50 odamga bir vaqt tomoq uchun 50 non kerak. 50 non. Bir vaqt tomoqqa. Mana endi sizlar bularning qanchalik moddiy imkonlar bilan andin bu mavjudlikni saqlaydiganligini tasavvur qilasizlar. Ve bu moddiy imkonlar qayerdan keladi bularga? Buni qayerdan topadi? Bulangchilik qilamdi, pulga setib olamdi. Pulga setib olsa, qayerdan setib oladi? Qaysi bozordan? Va u bozorda bularning kimligini so'ramamdi. Kimlik so'rashni qilmaydigan yermi bu? Egisi yo'q yermi bu? Mana bu bir qator masalalardan keyin
Andın biz bununla işensekmi kechikkan bo'lmaymiz qarindoshlar. Şunlaşqa köp çağlarda dünya vaziyet haqqidagi gaplar bo'lgan vaqtida. Mayli bizga aloqador bo'lsin, bo'lmasin, dünya xaritasiga bir qarab, andın tushunishga tirishsak, biraz yaxshi bo'ladi. Men bu so'zimda bir xulosa chiqarmayman. Qarindoshlar, menimda o'zinglar turli savollarni so'ranglar. O'zinglardan savol so'ranglar va o'zinglar javob berishga tirishinglar buningga. Va bu javoblaringlar sizni qanoatlantira olsa, shu qanoatdan keyin hosil bo'lgan xulosalaringlar to'g'ri xulosa bo'lgan bo'ladi. Agar javoblaringni o'zinglarni qanoatlantiramasa yoki qanoatlangidek javob topolmasanglar bu savollarga, o zaman qaroringni uningga ko'ra chiqadi. Qaror chiqarishni o'zinglarga qo'ydim. Yana boshqa so'raydigan savollar bo'lsa, yana gumonliq nuqtalaringlar bo'lsa, o'zaro o'rtoqlashsak bo'ladi. Allah nasib qilsa, bundan keyin mana shunday masalalarga umuman anglagan bexabarga ishonishdan burun nimalar qilish kerak? Qanday savollarni so'rab, buning to'g'ri xatoligiga diagnoz qo'yish kerakligi haqida bir az yipuchi bo'lsin, izlanishni, muloyiz qilishni bir az yipuchi bilan ta'minlaydigan niyat bilan men bu videoni hazırladım. Agar bu sizlarga bundan keyin qiladigan muloyizalaringlarda bir boshlanish, bir o'rnak bo'la olsa, men xursand bo'laman. Allah hammanglarni salomat qilsin. Görüşkice aman bulanglar.